Aka mashinani sotib yubordim hali. Ha, eplab yubordim. Puli yonimda. Haliroq 1-2 soatdan keyin ko'rsak bo'ladimi? Bo'ldi-da, hop. Hali bitta dumalagan Spark kelib qoldi. Ega sotalmay yurgan ekan, tars sotib berdim. Yaxshi pulga. Hozir 1-2 soatdan keyin ko'rishaman. Dolyamni olsam, bitta osh mendan-da. Yo'q, yomon bo'pti-yu. Senga qolsa yonib ketgan mashinani ham sotib yuborasan. Safar ham mashina sotib o'tirishga beraman degansan. Baribir bermading-ku. Ha, o'tgan safar ishlarim ko'payib ketib qoldi-da. Shuning uchun bu safar 2 baravar qilib beraman. Yo'q, ko'ramiz-da. O'zi o'tgan hafta o'tirishimiz kerak edi. Nuri sani deb atkaz bo'ldi. Dachaga chiqib ketib yuborganingni qara. Ulfatlarda ko'rmaysanmi? Dachaga olib chiqib ketib yubordi o'tgan hafta. 3 kunlik bozorlik qilib bizga. Ichida konyak ham bor, araq ham bor, vino ham bor. Yo'q narsani o'zi yo'q, tushunyapsanmi? 3 kunlik bozorlikni 2 kunda ichib yuboribmiz, tushunyapsanmi? 3-kuni dastlabki qilib, uni ham ichibmiz. Shirinlar oqib bol bo'lib qopti. Men trezveyman. Meni o'rnimdagi bitta bol ichsa, joyida harom bo'ladi. Zo'ri bo'lsa ichaman. Ja, ichmas, yo'q, chekish bo'lsa chekishib qo'yaman. Men chekmayman-da. Kechadi Hafiz aka bilan o'tirgandim. Mana ham deysini 1,5 telbaklashga uxlayapman. Chekyapman, ta'sir qilmasadi. Hafiz aka dumalab bosadi. Cho'ntagimga qarayman, cho'ntagimda muncha bor ekan, uni ham chekdim. U ham ta'sir qilmasadi. Mendan ham kuchli chekaman shekilli endi. Futbol ko'rgani bormaymizmi? Kecha shu desalaring, Barselona bilan PSJning yutug'iga pul tutgandim. 7 million keldi, ishonasanmi? 6 millionni ras yechdimda, kreditlarimni to'ladim. Qolgan 1 millionini Arsenal bilan Inter yutug'iga tikib qo'ydim. Agar u ham o'xshab qolsa, bitta tog'da dacha mendan-da balla. Bo'ldi-da, bo'lmasa bugun Arsenal bilan Interga baletli qilamiz ekanda, keyin bir toqqa chiqib dam olib kelamiz ekanda, aka yutsa. Balla biror joyda o'tiramizmi yoki ketaveraymi? Yana o'sha kvartiragami? Yo'q, aytgan emas, zerikda aytdi onam. Bitta qattiq kenishga to'g'ilganman. Hozir chaqiryapti. Ha deb o'zim do'rmasdan bizga ham bilinib tur shunaqa qattiqlaridan. Ha, bizga bilinsin-da, to'g'risida. Ha deb o'zi yo'lmas. Haqiqatda o'zi o'ylaymi? Qana zamonlarga keldik. Insonlar qilgan gunohlari bilan maqtanadigan bo'lib ketishdi. Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Allohim yonida turishga iltimos kelmay tur qiyomat. Ulgurmadim tavba qilishga. Ne gunoh qildim bilmadim, ne harom ishlar qilmadim. Allohni nazarga ilmadim, ulgurmadim tavba qilishga. Musulmon bo'la turib men nomard, bilmayin Allohga berdim pand. Ummatingdan ranjima Muhammad, ulgurmadim tavba qilishga.